Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Kirib kelgan bahor mavsumi hammamizga muborak bo'lsin. Mana bu men turgan joyda 13 yildan beri qurilishi boshlanib, ammo shu bilan to'xtab qolgan bir qurilma bor edi. Ushbu joyni obod qilish va aholimizga zamonaviy turar joylarini taqdim etish maqsadida roppa-rosa 1 yil oldin bizlar eski qurilma o'rniga yangi loyiha barpo etishga kirishdik. Bu joyga jamoamizdagi barcha insonlarning mehri, fidoyi mehnati va samimiy muhabbati ulashilgan. Dastlabki kundanoq bu fayzli dargohni Gulsaroy deb nomlaganimiz ham bejiz emas. Avvalambor uylarimiz Gulsaroy ko'chasida joylashgan. Qolaversa, loyihamizning yakuniy ko'rinishini ham gullarga burkangan, shinam maskan sifatida tasavvur qildik. Ishonamanki, shinam xonadonlardan iborat ushbu majmua hozir shahrimizning eng fayzli maskanlaridan biriga aylandi. Fursatdan foydalanib, qurilish davridagi noqulayliklarga sabr ko'rsatib, bizlarga ko'maklashib kelgan barcha qo'ni-qo'shnilarimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hurmatli do'stlar, sizlarni 1, 2 va 3 aprel kunlari Gulsaroy majmuasining ochilishi munosabati bilan aziz mehmonimiz bo'lishingizga taklif qilamiz. Keling, ko'ring, havas qiling. Yaxshi niyat yarim davlat deganlaridek, kim biladi? Xudo xohlasa shu joydagi gullarga bezalgan fayzli xonadonlardan biri sizga ham nasib qilib qolar.